Assalomu alaykum azizlar. Men hozir o'ylanib bu videoni qilyapman. To'g'risi juda ko'p o'yladim, chunki menga juda ko'p savollar berilyapti. Nimaga jim bo'lib qoldingiz? Nimaga ko'rinmay qoldingiz? Nimaga primoy qilmayapsiz degan savollar bo'lyapti. Hozir to'g'risi menda ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. O'sha kuni ham video qilgan bo'lsam, primoy qilgan bo'lsam, to'g'ri yig'ib bitta savolga javob berish uchun qilgan edim, lekin hozir vaqtim bo'lmayapti. Juda ham yugurimiz ko'p, juda ham anaqa yozchizlarimiz boshlangan, qonuniy harakatdamiz. Faqatgina qonuniy harakatda bo'lib turgan anaqada tenglikda bittagina u bilan emas, men bitta narsaga hozir juda qoyil qoldim. Bu narsani aytib o'tib ketishim kerak, aytmasam bo'lmaydi. To'g'risi men o'yladimki, bir o'zimni kuchim yetmaydi, уже men qolib ketaman yarim yo'lda. Yolg'iz edim. Bir og'iz bilan aytganda, bir so'z bilan aytganda men yolg'iz edim. Lekin menga odamlarning duosi birinchi o'rinda juda katta yordam beryapti. Qo'llab-quvvatlashlari, SMS yozib meni qo'llashlari, men bilan birgaliklari, har xil bo'xton tuhmatlarga ishonmasdan men bilan birga bo'lishayotgani, menga juda katta dalda bo'lgani uchun o'sha odamlarni duolari bilan yana kuch-quvvat yig'dim. Lekin ayni paytda ta'kidlab o'tishim zarur bu narsani. Menga bu narsalarni oxirigacha olib borayotganimda juda katta yordami tegyapti. Dalil.uz Javohirni, rahmat ukajonim, men bilan birga yelkama-yelka turib, hattoki mendan ham ko'p narsalarni izlab, topib, harakat qilayotganingizdan juda xursandman. Ilohim, Alloh o'zi sizni panohida asrasin. Ishlaringizga omad, ilohim. Ishni oxirigacha yetkazishingizda qotillar bor bo'lsa, o'sha yerda haqiqatdan ham qotillik bor, men bunda ikkilanmayman. Qotillar bor bo'lsa, ularni jazolashda, oxirigacha yetkazishingizda menga ko'mak berayotganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat aytaman, minnatdorman. Ishlaringizga omad. Shu qatori aytib o'tilmaydigan ismlar bor. Bularni vaqti soat kelganda aytamiz albatta. O'zbekistonda va Koreyada menga yordam qilayotgan advokatlarimga rahmat. Juda ham minnatdorman. Allohim hammalaringni panohida asrasin, Allohim. Dunyo turguncha turinglar shunday yaxshi insonlar, shularning qatorida xalqim, hattoki ne только ayollar, erkaklar menga shunchalik dalda berishyapti. Men bu narsalarni kutmagandim. Hammalaringga rahmat, duo qilib turganlaring uchun, men taraf bo'layotganlaring uchun, menga ishonayotganlaring uchun hammalaringga rahmat. Lekin ayollarning ichida ayrim, bu sanoqli 2-3 ta ayollar juda ham bir qo'pol gaplar gapirildi, juda ham bir noto'g'ri gaplar gapirib yorishdi. Vaqti soat keladi. Juda ham oz qoldi. Haqiqat ro'yobga chiqadi. Adolatga erishamiz. Men qizimga ishonaman. Birinchi o'rinda qizimga ishonaman. Har xil negativlar, og'zini to'ldirib gapirayotganlar, hech qachon men sizlarga javob bermayman. Lekin shu narsani bilaman, vaqti soati keladi. Men albatta bu narsalarni sizlarga ko'rsatib beraman. O'sha paytda общий qilib bitta qilib javob beraman. O'shanda meni javobimni eshitasizlar, berayotgan savollaringga. Lekin men hamma joyda qizimga ishonaman. Qizimni yomon bo'lsin deb jo'natmaganman. Qizim yomon qiz emas. Men bilaman, qizim 10 yil ro'za tutganini, 5 mahal namoz o'qiganini, hammasini bilaman. Bu narsalarni oqlab chiqmayman. Bu tuhmat, bo'xton, har xil rasmlar, har xil videolar, xohlagan narsani qo'yib gapirib chiqishga haqqi bor. Hattoki shu narsalarni bilyapman, sezyapman. Ayrim kanallar, hamma emas. Gapimdan ilmoqlab har narsani topib olmanglar. Ayrim kanallar pulga sotilayotganini ham bilaman. Avvalasi meni o'rnimga o'zlaringni qo'yib ko'ringlar. Bir narsa gapirishdan oldin
o'zlaringni qo'yib keyin gapiringlar. Bekorga aytilmaydi, pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa boshqaga ur degan gap bekorga aytilmagan. Agar xato gapirayotgan bo'lsam, uzr. Hamma narsaga oydinlik kiritiladi. Bu juda ham oz qoldi. Meni oldimda turgan, yana bir marta aytaman, men bilan tengma-teng, hattoki mendan ham ko'proq ish yuritishayotgan Dalil.uz, Javohirga, advokatlarimga, ayniqsa Koreyada turib qo'rqmasdan biz ishlarimizni olib borayotgan advokatlarimiz, biz hozir u vaqt soat keladi, hali aytamiz hammasini. Advokatlarimizga juda katta rahmatlar aytamiz, minnatdorchilik bildiraman. O'zimning nomimdan shaxsan, oilam nomidan bildiraman. Qolaversa xalqimga, vatanimga, shu yerda biz bilan tengma-teng duolarda bo'lib, undan tashqari qonun qoida bo'yicha ham, qonunlar bo'yicha ham bizga yordam berayotgan o'zbekistonlik o'zimizni xalqimizga, hammasiga rahmat aytaman. Biz erishamiz, buni hammasiga erishamiz. Adolat chiqadi. Maqsad birovni pastga urishmas. Maqsad birovga tuhmat qilishmas bu yerda. Bu yerda maqsad qizimni haqiqiy kelgan ahvolini ko'rganim uchun uni shu ahvolga solgan odamlarni jazolash. O'sha qotillar aybini bo'yniga olib, davlat tomonidan, qonun tomonidan jazo olishi uchun harakatdamiz. Birovni unday qilib, birovni bunday qilib video qilish yo bo'lmasa bundan like ishlash, bundan boshqa ishlash emas bizda maqsad. Bizda maqsad adolatni chiqarish. Vaqti keladi, o'sha bizga qarshi chiqqan ayrim ayollar, ayrim kanallar, pulga sotilgan kanallar hammasi uyalib qoladi. O'shanda yana bitta chiroyli gapim bor, Xudo xolasa ko'rishamiz, gaplashamiz, oz qoldi. Xudo xolasa Koreyada ko'rishamiz sizlar bilan.